Uyda o'tirsa, birodarlar, ko'chama-ko'cha yurmasa, kuni qo'ni-qo'shninikida o'tmasa, bolalar ko'chada och qolib ketmasa, serial tayda o'tirmasa, g'iybat qilib ko'chada o'tirmasa, o'tgan-ketgan erkaklarni tomosha qilib o'tiradi erkak eshik tayda ayollar. Yo mahallaga bir narsa demaydi. To'rtta ushlasi chiqib olib o'tirishadi. Xudoga shukr, hozirga ozayib qoldi bular. Lekin bor hali ham. Bor. Bu ayolni payg'ambarimiz jannatga kiradi men bilan demayapti. Uyida o'tirgan ayolda deyapti. Uyiga o'tirganda. Ayol kishini eng katta g'ami erining roziligi va farzandlarining tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki bu mana shu ayol uchun eng ulug' ish. Agar ayol kishi ona bo'ldi, birinchi g'ami erining roziligi bo'lsa, g'ami farzandlarning tarbiyasi bo'lsa, ularda taomi, sharobi, kiyim-kechagi, tozaligi, darsi, shu farzandlarning kelajagini g'amini qilib yashasa, bu ayol dunyodagi eng ulug' ishni qilyapti.